Juda qattiq urilgan Cobalt avtomobili akalar, e'tibor beringlar. Mashinani udariga sog' joyi yo'q. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men bu Cobalt haqida hamma ma'lumotni aytib o'taman. Kapotlariga e'tibor beringlar, yirtilib ketgan. Motor korobkasidan boshlaymiz. Motor korobkasi but-butun, akkumulyatori yo'q, lekin akkumulyatori udar davomida chiqib ketgan ekan. Qarochi mordasi sepilib ketgan bu mashinani. E'tibor beringlar, qanaqadir kattaroq mashinani orqasiga urgandan keyin o'sha mashinani kirlosi mashina ichiga tushib qolgan. Bilmayman, gazelmi, manmi. Va bu mashina urilib turib og'anagan. Kapot, kirlo, fara, bamper mordalari buzilib ketgan. Tomlarida yaxshi g'ijim bo'lib yotibdi. Salon holatlari ham yaxshi, eshigida ham ishi bor. Endi sizlarga savol. Cobalt airbag otmagan. Cobaltchilarga ham savol, GMga ham savol. Nimaga otmagan? Lekin airbagi o'chirilmagan akalar. Orqa eshigi, orqa kirlolari va mana bu joylarni ko'rsanglar yirtilib yotibdi. Orqa tomonlariga o'tadigan bo'lsak, bagaj but-butun, faqat pitnosi bor ekan, ko'rinib turibdi. Orqa stoplari singan, orqa kirlo, bak kirishga, orqa eshigi, oldi kirlosi. Xullas, mashina juda ham achinarli holatga kelib qolgan akalar. Ko'rib turgan mashinalarni biz xuddi shu holatda sotib oldik. Yili 2020, 70 ming kilometr masofani bosib o'tgan akalar. Xullas, ko'rdinglar, Cobaltni holati juda ham og'ir. Egalari murojaat qildilar-da, mana shu Cobaltni bizga sotib yordilar. Bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar olib qolamiz. Bizga bemalol murojaat qilasizlar va avariyni mashina topib bersanglar, tanish bilishdan chiqib qolsa agar mabodo, $100 dan $200 hadya bor akalar. Butun O'zbekiston bo'ylab borib olib kelaveramiz. Bemalol murojaat qilinglar, sizlar uchun 24/7 xizmatdamiz. Bizga bog'lanib avariyni mashinalarni zo'r narxlarda baraka qilib olishinglar mumkin akalar.